Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va shoshilinch masala oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu xabar pensiya olayotgan har bir inson, pensiya rasmiylashtirish arafasida turgan fuqarolar va pensiyani ota-onasiga yordam berayotgan farzandlarga bevosita tegishli. Agar siz pensiyangiz kechikib qolmasin, kamayib qolmasin, kartangizga pul tushmay qolmasin yoki ortiqcha to'lov deb qarzdorlik chiqarilmasin desangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim yangiliklarni sodda tilda muntazam tushuntirib boraman. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va hujjatlar tartibi bo'yicha aholiga maslahat berib kelaman. Oxirgi paytda eng ko'p uchrayotgan savollar shular. Nega pensiyam oldingidek tushmadi? Nega bank kartamga pul kechikdi? Nega pensiya jamg'armasidan qo'ng'iroq qilishdi? Nega mendan ma'lumotlarni yangilashni so'rashdi? Agar chet elga chiqqan bo'lsam, pensiyam to'xtaydimi? Agar qayta ishlayotgan bo'lsam, bu pensiyamga ta'sir qiladimi? Avval ko'p narsa qog'oz hujjatlar asosida yuritilar edi. Pensioner bir marta pensiya rasmiylashtirgandan keyin ko'p hollarda ma'lumotlar yillar davomida o'zgarmasdan turardi. Manzil o'zgarsa ham, bank kartasi almashsa ham, telefon raqami o'zgarsa ham. Ayrimlar pensiya jamg'armasiga vaqtida xabar bermasdi. Natijada keyinchalik to'lovda kechikish, noto'g'ri hisob-kitob yoki ortiqcha to'lov masalalari kelib chiqardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Pensiya jamg'armasi, banklar, FSHDYO, soliq organlari, bandlik tizimi, migratsiya va boshqa ma'lumotlar bazalari bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan pensionerning ayrim hujjatlari avtomatik tekshiriladi. Odam ortiqcha yugurmaydi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Ma'lumotlarda xato bo'lsa, pasport almashtirilgan bo'lsa, bank karta muddati tugagan bo'lsa, pensioner vafot etgan qarindoshining nomiga pul olinayotgan bo'lsa yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot mos kelmasa, tizim buni ko'rishi mumkin. Shunda to'lov vaqtincha ushlanishi, tekshiruv boshlanish yoki pensionerdan aniqlashtiruvchi hujjat so'ralishi ehtimoli bor. Eng avvalo pensionerlar shuni bilish kerak. Pensiya bu oddiy yordam puli emas. U qonun bilan belgilangan ijtimoiy ta'minot to'lovidir. Uning miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozlar, yosh, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiyasining qaysi asosda tayinlanganini bilib qo'yish kerak. Masalan, bir kishi yoshga doir pensiya oladi. U 3 yil ishlagan, maosh hujjatlari to'liq. Pensiyasi oyiga 1 million 700 ming so'm bo'lishi mumkin. Boshqa bir kishi esa strateji kamroq bo'lgani uchun yoki hujjatlari to'liq topilmagani uchun 900 ming yoki 1 million 5 ming so'm atrofida olishi mumkin. Uchinchi odam nogironlik pensiyasi oladi. Unga tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi nogironlik guruhi va muddati juda muhim. To'rtinchi holatda bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Bunda o'quvchi yoki talaba bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Kimlar albatta xavotir olib, o'z ma'lumotlarini tekshirish kerak. Birinchi navbatda. Yaqinda pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Chunki yangi hujjat ma'lumotlari bank va pensiya jamg'armasi tizimida mos tushishi kerak. Ikkinchidan, bank kartasining muddati tugagan yoki yangi karta ochganlar. Ko'p pensionerlar karta bankda ochildi, demak hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Ba'zan ha, lekin har doim ham emas. Agar pensiya eski kartaga bog'langan bo'lsa, yangi karta ma'lumotini pensiya jamg'armasi yoki bank orqali yangilash kerak bo'ladi. Uchinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chib ketdi. Lekin pensiya hujjatlari eski tumanda qolgan. Agar u rasmiy ro'yxatni o'zgartirgan bo'lsa, ma'lumotlar mos kelishi kerak. Aks holda keyinchalik fuqaro qayerda yashaydi, qaysi hudud orqali to'lov oladi degan savol paydo bo'ladi. To'rtinchidan, chet elga uzoq muddatga chiqqan pensionerlar yoki ularning farzandlari. Bu yerda odamlar ko'pchilik yashadi. Chet elga chiqsam, pensiyam butunlay bekor bo'ladi deb qo'rqadiganlar ham bor. Men umuman xabar bermasam ham bo'ladi deb o'ylaydiganlar ham bor. Aslida har bir holat alohida ko'riladi. Muhimi pensioner tirikligi, shaxsiy ma'lumotlari va to'lovni qonuniy olayotgani tasdiqlanishi kerak. Uzoq vaqt chetda bo'lib,
bank kartasidan boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, keyin savollar tug'ilishi mumkin. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pasportingiz yangilangan, bank kartangiz ishlayapti. Pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushyapti. Yashash manzilingiz o'zgarmagan, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, vahimaga tushish kerak emas. Lekin baribir yiliga hech bo'lmasa bir marta ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish foydali. Chunki muammo pul tushmay qolgan kun emas, undan oldin aniqlansa, hal qilish osonroq bo'ladi. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Armitaki yoshli onaxon har oy 1 million 450 ming so'm pensiya oladi. Bank kartasining muddati may oyida tugagan, lekin u buni sezmagan. Iyun oyida pensiya tushmagan. Onaxon pensiya jamg'armasi pulimni to'xtatdi deb xavotir olgan. Aslida muammo pensiyada emas, karta muddatida bo'lgan. Bankka borib yangi karta olgandan keyin va ma'lumotlar yangilangandan so'ng to'lov tiklangan. Demak, sabab bitta kichkina texnik holat, lekin pensioner uchun bu katta stress. Ikkinchi misol, bir otaxon pensiya tayinlangandan keyin yana ishlashda davom etgan. U men pensiyadaman, ishlasam ham hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylagan. Aslida ayrim hollarda qayta hisoblash uchun qo'shimcha ish staji va badallar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar odam qonuniy ishlagan bo'lsa, tegishli davrlar hisobga olinishi ehtimoli bor. Buning uchun u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisob-kitob imkoniyatini so'rashi kerak. Boshqa tomondan, noqonuniy yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan ish ma'lumotlari keyinchalik chalkashlik keltirishi ham mumkin. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy xulosa muddati tugagan. U komissiyadan qayta o'tishni kechiktirgan. Natijada to'lov vaqtincha to'xtagan yoki kechikkan. Keyin fuqaro hujjatlarni yangilab olib borgandan keyin masala qayta ko'rilgan. Bu yerda pensiya jamg'armasi yomonlik qilayotgani yo'q. Tizimda muddatli hujjat bor. Uning amal qilish davri tugasa, to'lovni davom ettirish uchun yangi asos kerak bo'ladi. To'rtinchi misol, bir pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlari bank kartasida pul borligi uchun undan foydalanishda davom etgan. Bu juda xavfli holat. Chunki vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiya qonuniy to'lov hisoblanmaydi. Keyinchalik bu pul ortiqcha to'lov deb qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Hatto nizoli holatlar ham yuzaga keladi. Shuning uchun yaqin qarindosh vafot etsa, hujjatlarni yashirmasdan FHDYO va pensiya jamg'armasi tartiblariga muvofiq ish yuritish kerak. 5-misol, pensionerning telefon raqami o'zgargan, lekin tizimda eski raqam qolgan. Bankdan SMS kelmaydi. Pensiya jamg'armasidan xabar yetib bormaydi. Plastik karta bo'yicha tasdiqlashlar muammo bo'ladi. Odam esa hech kim menga aytmadi deydi. Shuning uchun telefon raqami ham oddiy narsa emas. U moliyaviy xavfsizlik va xabardorlik uchun muhim. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik masalalarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, pensiya miqdori har doim ham hammaniki bir xil oshmaydi. Odamlar ko'pincha qo'shnimniki 200 mingga oshibdi, nega meniki 1 mingga oshdi deb so'rashadi. Chunki pensiya miqdori boshlang'ich bazaga, pensiya turiga, ustamalar va imtiyozlarga bog'liq. Bir xil yoshdagi ikki odam bir xil pensiya olmasligi tabiiy. Ikkinchi nozik jihat, hujjatda bitta harf xatosi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda familiya Karimova. Eski mehnat daftarchasida Karimova o'rniga Karimova yoki otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, ish stajini tasdiqlash qo'shimcha ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi korxonalar tugatilgan bo'lsa, arxiv hujjatlarini topish vaqt oladi. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar hujjatlarni oldindan tekshirtirish kerak. Uchinchi nozik jihat, ishonchirma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar kasal bo'lgani, yura olmagani yoki boshqa sabab bilan farzandiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, mazmuni va rasmiyligi to'g'ri bo'lishi kerak. O'zim yechib beraman degan holat ko'p uchraydi. Agar ona rozi bo'lsa ham hujjatlar tartibli bo'lmasa, keyinchalik tushunmovchilik chiqishi mumkin. Ayniqsa oilada meros, parvarish yoki pul taqsimoti bo'yicha kelishmovchilik bo'lsa, kartadan kim foydalangani muhim dalga aylanadi. To'rtinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov. Ba'zan pensionerning aybi bo'lmasa ham, tizimdagi kechikkan ma'lumot sabab pensiya ortiqcha to'langan bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olgan talaba o'qishni tugatgan, lekin ma'lumot vaqtida yangilanmagan. Bir necha oy pul tushib turgan.
Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanadi va qaytarish masalasi qo'yiladi. Shuning uchun pul tushdimi, demak meniki deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Agar sizning holatingizda huquqiy asos tugagan bo'lsa, bu haqda o'zingiz xabar berishingiz kerak. 5-nozik jihat firibgarlik. So'nggi vaqtlarda pensiya jamg'armasidanman. Kartangizni tasdiqlang. Pensiyangiz oshiriladi. Kodni ayting. Kompensatsiya chiqdi. Plastik raqamingizni yuboring degan qo'ng'iroqlar va xabarlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kod, bank karta paroli, ilova paroli, pasport nusxasi va karta rasmini begona odamga yubormang. Rasmiy xodim sizdan SMS kodni so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgar. Endi eng muhim qism, pensioner nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensiyangiz tushadigan bank kartasining amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonda oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga yaqin bo'lsa, banka oldindan boring. Muddat tugagandan keyin emas. Kamida bir oy oldin yangilab qo'yish yaxshi. Ikkinchi qadam, telefon raqamingiz sizning nomingizda va faol ekanini tekshiring. Bank SMS xabarlar kelyaptimi? Mobil ilovaga kira olasizmi? Karta operatsiyalarini ko'ra olasizmi? Bularni farzandlaringiz yordamida tekshirib qo'ying. Agar raqam o'zgargan bo'lsa, bankka ham, kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga ham xabar bering. Uchinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, hujjat nusxalarini tartibga keltiring. Eski pasport, yangi ID karta, JSHIR, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlarini alohida papkaga solib qo'ying. Pensionerning uyida bitta pensiya papkasi bo'lishi kerak. Unda pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, bank rekvizitlari, tibbiy xulosalar, ishonchnoma, arxiv ma'lumotlari bo'lsa, hammasi jamlangan bo'lsin. 4-qadam. Agar pensiyangiz kechiksa, darhol vahimaga tushmang. Avval bank kartasini tekshiring. Keyin bankdan hisobingizga to'lov kelgan-kelmaganini so'rang. Agar bankda to'lov ko'rinmasa, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, telefon raqam, yashash manzili va muammoni aniq yozing. Pensiyam tushmadi deb umumiy yozishdan ko'ra, 2025 yil falon oy uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelmadi. Sababini tushuntirish va to'lov holatini tekshirishni so'rayman deb yozgan ma'qul. 5-qadam. Agar pensiya miqdori kamaygandek tuyulsa, oldingi oylar bilan solishtiring. Bank ko'chirmasini oling. Ba'zan odam asosiy pensiyani, qo'shimcha to'lovni, kompensatsiyani va qarzdorlik ushlab qolinishini aralashtirib yuboradi. Masalan, avval 1.600.000 tushgan, keyingi oy 1.760.000 tushgan. Buning sababi bir martalik ustama tugagani yoki biror ushlab qolish bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan turib, pensiyamni kesib tashlashdi deb xulosa qilish to'g'ri emas. 6-qadam. Agar sizga ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik haqida xabar berilsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy hisob-kitob so'rang. Qaysi davr uchun qancha miqdorda, qaysi asos bilan ortiqcha to'lov hisoblanganini yozma ravishda bilib oling. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Lekin hujjatsiz boshlashish foyda bermaydi. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men ayniqsa yoshlarni ogohlantiraman. Ota-onangiz pensiya oladi, lekin har doim ham bank ilovasi, SMS, elektron murojaat, ID karta, JSHIR kabi narsalarni tushunmasligi mumkin. Oyda bir marta ularning kartasi ishlayaptimi, pensiyasi tushyaptimi, hujjatlari joyidami, firibgarlar qo'ng'iroq qilmayaptimi? Tekshirib qo'ying. Bu ularga juda katta yordam bo'ladi. Agar masala pensiya jamg'armasiga tegishli bo'lsa, avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, JSHIR, bank kartasi rekvizitlari, pensiya daftarchasi yoki mavjud hujjatlar, muammo bo'yicha dalillarni olib boring. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy xulosa va uning muddati kerak bo'ladi. Agar o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar masala bank kartasida bo'lsa, bankka boring. Pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin karta bloklangan, muddati tugagan yoki hisob raqamda cheklov bo'lishi mumkin. Bankdan yozma yoki elektron ko'chirma olishga harakat qiling.
Shunda pensiya jamg'armasiga borganda bankda bunday deyishdi deb emas. Aniq hujjat bilan gapirasiz. Agar siz uzoq joyda yashasangiz yoki yura olmasangiz, yaqinlaringiz orqali qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish masalasini ko'rib chiqing. Lekin ishonchnoma aniq muddat ko'rsatilgan. Vakolatlari tushunarli bo'lishi kerak. Har qanday hujjatni imzolashdan oldin o'qib chiqing. Tushunmasangiz farzandingizdan, mahalla mas'ullaridan yoki huquqiy maslahat beradigan mutaxassisdan yordam so'rang. Men yana bir bor alohida ta'kidlayman. Hech kimga SMS kod bermang. Hech kimga bank kartangizning ikki tomonini rasm olib yubormang. Hech kimga pensiyangizni oshirib beraman degan va'da uchun pul bermang. Pensiya qonuniy asosda hisoblanadi. Uni tanish bilish orqali yashirincha oshirib berish mumkin emas. Agar kimdir shunday va'da qilsa, u sizning pulingizni olishni yoki ma'lumotlaringizdan foydalanishni xohlayotgan bo'lishi mumkin. Agar sizga pensiya jamg'armasi nomidan qo'ng'iroq qilishsa, xodimning ismi, lavozimi qaysi bo'limdan qo'ng'iroq qilayotganini so'rang. Shubha bo'lsa, telefonni qo'yib, o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki bo'limga boring. Haqiqiy muammo bo'lsa, u rasmiy tartibda hal qilinadi. Firibgar esa odatda shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Kodni darhol ayting. Bugun oxirgi kun deydi. Shoshiltirish firibgarlikning eng katta belgilaridan biri. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi asosiy gapim shuki, pensiya masalasida eng xavfli narsa beparvolik. Bank karta muddati, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili, nogironlik hujjati, o'qish ma'lumotnomasi va ishonchnoma kabi narsalar oddiy ko'rinsa ham, pensiya to'loviga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozir tizimlar elektronlashgani sababli xatolar ham, ortiqcha to'lovlar ham, mos kelmaydigan ma'lumotlar ham tezroq aniqlanadi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq pensiya kartangiz muddatini tekshiring. Hujjatlaringizni bitta papkaga joylang. Telefon raqamingizni yangilang. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang va muammo bo'lsa rasmiy murojaat qiling. Farzandlar esa ota-onasining pensiya masalasiga befarq bo'lmasin. Agar sizda pensiya kechikishi, kamayishi, qayta hisoblash, bank karta yoki hujjat bilan bog'liq savol bo'lsa, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz. Albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday xabarni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi.